Ahli mo'min musulmonlar, men bitta narsani tushunmayman-da. Endi ahli birodarlar, men sizlar bilan bitta narsa haqida gaplashmoqchiman-da. Men har doim ishonardim, shunaqa qachondir bloger bo'lishimga, lekin именно men dumaloq videochalar orqali mashhur bo'lib ketaman deb hech ham o'ylamaganman. Uchvoman, men osmondaman, voy. Odamlar meni o'ylagan, bu qiz ichib olgan yoki chakib olgan, bu nimadirda deganda, ama o'zi shunaqa ko'p bolalar ham kelishdi oldimga. Bitta o'sha gapingizdan aytib bering, ahli birodarlar deb bering, rasmlarga tushinglar. Meni hamma har xil tushunishi mumkin. O'shaning uchun xayolidan voy bu anaqa-yu bo'lib qolib ketishni xohlamayman. Men har doim pulga qiziqqanman. Men har doim pulim bo'lishini xohlaganman. Iltimos menga yordam beringlar, biriksin beringlar. Tilamchi xona emas bu Instagram. Ikki odam o'zi qiyin yashayapti. Tenglashtirmaylik Instagramda. Hammanglar dardinglarni olib chiqib. Yaxshi, qiziq, kulguli gaplardan gapirsanglar-da, u qiziq. Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Gavhar. Ko'pchilik meni Aym Gogosha deb taniydi. Bugun sizlar bilan story time'damiz. Siz qachon va qayerda tug'ilgansiz? Men 2005-yil 9-oktyabrda Toshkent shahrida tug'ilganman. Bizning uyimizda eng sho'xi, eng har doim muammo olib keladigan bu menman, chunki oilada eng kichkina farzand bo'lganim hisobiga hamma ishlarni men boshlab yurardim. Oilada biz 4 ta farzandmiz. Ikkita opacham, bitta akam, men borman. Maktabda shu urushqoq bo'lganman. Nima deydi, kichkina sinfdan o'sha katta sinfga o'tgandan keyin menda o'sha o'zimdan ketishlarim boshlangan. Qarasam, hech kim menga gapini o'tkazib olmaydi, men bittaman. Xullas, men bilan hamma chiroyli gaplashgan. Har doim shunaqa отношениyada bo'lganman-da. Katta sinfga o'tgandan keyin menga yoqmagan o'qituvchilarning muomalasi, boshqa bolalarning muomalasi yoqmagan uchun har doim o'zimning tarafimni olishga, o'zimni himoya qilishga harakat qilganman. O'shaning uchun har doim ishlarni men boshlaganman. Maktabdan ham meni bir marta haydab yuborishgan, boshqa maktabga o'tib ketganman, u boshqa maktabda ham urushib kelgandim. Xullas shunaqa qilib bir amallab maktabni ham bitirib oldim. O'qituvchilar men zo'rg'a mendan qutulishdi. Maktab paytlarida men aktyorskiy bilan shug'ullanganman. 6-sinfimda aktyorlik mahorati kurslariga borganman. Erkak bozor, kстати, men ustozim bo'ladilar, aktyorlik mahorati bo'yicha. Shu o'zim ham yoshligimdan kamerani oldida katta bo'lganman. То есть menga har doim yoqadi tvorческий odam bo'lish. O'shaning uchun ham shunaqa yoshligim bo'lgan, qiziq bo'lgan. Lekin uydagilarim yaxshi ham tezroq katta bo'lding, sal katta bo'lgandan keyin aql kirdi deyshti. Shunaqa. Lekin bilmadim, hali aqlim bormi yo'qmi. Oilangizda ijodkor insonlar bormi? Yo'q. Oilamizda ijodkor insonlar yo'q. Bittasi menman. Qarshi bo'lishmagan uyimdagilar aktyor bo'lishimga, aktrisa bo'lishimga men o'zimda har doim xohish bo'lgan. Men aktrisa bo'laman, men kinolarda chiqaman, men yaxshi rol o'ynayman, mendan chiqadi deb xarizmamni, harakatlarimni ko'rishgan, o'zim harakatlarimni sendan chiqadi, sen aktrisa bo'lasan deb qarshi bo'lishmagan. O'shaning uchun har doim menga sharoit yaratib berishgan. Aktyorlik mahoratiga ham borganman. U yoqda o'zi vokali ham bo'lgan, o'sha raqslari ham bo'lgan, shu hammasi bittada bo'lgan. Bitta qilib aktyorlik mahoratiga borganman. Bir marta kasting ko'rib qolganmiz. Televizorda kasting berilgan, shu Maftun bo'ldim kinosiga kasting e'lon qilamiz, yosh aktyor va aktrisalar deyishgan. O'shanga men borganman, opam bilan olib borib kelishgan meni. Olishmagan-ku kinoga, lekin kastingdan o'tdingiz, biz siz aktyorlik mahorati kurslarimizga qabul qilamiz deb kursga qabul qilishgan. O'sha yerda o'qib chiqqanimdan keyin boshqa kino seriallarda o'ynashim osonroq bo'lgan. Serialga chiqaman, masalan, дешевый serial. Vay, такой cringe. Uyda o'qiverasan onlaynda. Onlayn bo'lish uchun ham telefon kerak-ku. Bu telefonim qotyapti. Bu nima Tetrismi? Yo'q. Qotyapti bu. 15-14 yoshimda chiqqanman, karantinda. Omonat degan serial Dilshod aka Ahmedov olganlar. O'sha serialda chiqqanman. Takoy kichkina rolchada chiqqanman. Unaqa katta meni odamlar eslab qoladi bo'ladigan rolda ham chiqmaganman. Hay deb o'tib ketganman, bo'ldi. Rolim bo'lgan, rolim o'ynaganman, lekin odamlarning esida qoladigan, qiziq personaj rolini o'ynamaganman. O'shaning uchun hech qayerga chiqmagan, hech kim esida yo'q, hech kim menga tashlamaydi. Slava bogu, Instagramdan "Men sizmisiz" deb. O'zim zerikib kirib ko'rib turaman, qanaqa cringe bo'lganlarim. Yoshimga nisbatan normal bo'lgan. Yaxshi, agar dokumentalniy davlat tomonidan olinadigan kino yoki seriallar bo'ladigan bo'lsa, tushib ko'rishim mumkin. Agar meni olishsa, mahoratim yetsa, balki tushishim mumkin, lekin men bu hozir chastli narsalarga chiqmayman. Novella, serial, kino. Bloger bo'lishdan oldin qayerda ishlagansiz yoki nima bilan shug'ullangansiz? Bloger bo'lishdan oldin men Novostroykada menejer bo'lib ishlaganman, dom sotganman. O'sha dom ishdan haydab yuborishgandan keyin men yo'llarim ochilib, yaxshi bloger bo'lib ketdim. Undan oldin o'zi 14-15 yoshimdan beri men ishlayman. Fotograflar bilan fotomodel bo'lib ishlaganman, administrator bo'lib ishlaganman, keyin предпринимательlar yordamchisi bo'lib ishlaganman. Xullas, shunaqa dokumentalniy ishlarda yaxshi bo'lganman. U yerdan ketganimdan keyin o'zidan o'zi birinchi ambasador bo'ldim, brand face ambasador.
U yoqda 2 yil ishladim. Brand face ambassador hozir ham ishlayman. Birinchi o'sha ishxonada bo'shaganimdan keyingi meni yo'lim shu ambassador brand face ga olishgandan keyin 2 yil ishlab, keyin orada shu bloger bo'lib qo'shilib ketdim. Yaxshi brendlar yozinglar, ambassador brand face qidirayotgan bo'lsanglar. Men har doim pulga qiziqqanman. Men har doim pulim bo'lishini xohlaganman. Men har doim yaxshi narsalar sotib olishi, shapago'lik bo'lishi, uyimdagilardan pul so'rashni xohlamaganman. O'zim pulim bo'lsa, o'zim maza qilib ishlataman deganman. O'shaning uchun ham yoshligimdan ishlaganman. Menga yoqadi ishlash. Undan keyin maktab bitirganimdan keyin men kiprik masterligi o'qiganman. Kiprik ishni ham bilaman, qo'limda hunarim ham bor. Shunaqa. Universitet moda namoyishida tuyulgan bo'lsa, nega dizayner yoki stilist bo'lmagansiz? Shu sohada ketmadingiz. Chunki qo'limdan kelmaydi. Men tikishni bilmayman. Men qiziqqanman. Maktab paytimda ham aytishgan, maktab bitirmasimdan oldin tanishim aytganlar, "Sen qo'lingda hunaring bo'lishi kerak, hatto dizaynerligiga, tikuvchilikka o'qib olgan, sen qo'lingdan keladi, sen o'zing ham shunaqa odamsan-ku, modalarga qiziqasan." Bo'lgan degan, men eringanman, chunki men uchun mayda ishdek ko'ringan, o'shaning uchun bo'lmaganman. Universitetga boryapman, qarasam eng chiroylisi, eng klassni kiyayotganim manman. Qolgan prosta rostdan o'qishga borishyapti-da ular. Ammo o'yladim, "Chu seriozно, sizlar rostdan o'qishga kelyapsizlar?" Ammo prosta lik qilgan, aylanganib borganman-da. Zaushnida o'qiganman deyman. Moliya, faqat частныйsi. Men u yerda bitta semestr o'qidim. Qarasam menga o'sha to'g'ri kelmadi. Pulimni ham ketkizgim kelmadi, vaqtimni ham ketkizgim kelmadi. Shundan keyin sekin yig'ishtirib olib qoldim. Yuridiskiga topshirib ko'rmoqchiman. Nimagadir menda birdaniga uyg'onib qoldi vatanparvarlik, men bu odamlarni himoya qilish, sudya bo'lish yoqadi, advokat bo'lish yoqadi, yurist, mana shunaqa kasblarni yaxshi ko'raman. Bilmadim meni miyam qanchalik ko'taradi bu narsalarni, bilmadim, lekin yuridiskiga topshirib ko'rish xohishim bor. Videolaringiz mashhur bo'lib ketishini taxmin qilgandingizmi? Men har doim ishonardim, что men qachondir bloger bo'lishimga, lekin именно men dumaloq videochalar orqali mashhur bo'lib ketaman deb hech ham o'ylamaganman. Chunki videomni dumaloq videocha birinchi marta istoriyamga qo'ydim. Istoriyamga qo'yganimda ishxonamdagilar, tanish bilishlarim, "Voy jinim, sen bu videoni qo'yma, sal cringe ga o'xshayapti-yu" degan. Qarasam o'zi hayotda ham o'zi shunaqaman-da, hayotda borligimni dumaloq videochaga olib istoriyaga qo'ydim. Qo'yganimdan keyin o'zidan o'zi istoriyam prosmotr ko'payib ketdi. 200 tacha bo'lib ketdi. Menda hech ham unaqa odam ko'rmasdi. Keyin, nima bo'ladi shuni agar postga qo'yib ko'rsam deb. Postga qo'ymoqchi bo'lganimda ham, "Voy qo'yma, sen ambasadorsan-ku, universitetda obro'si yoki sal o'zingning reputatsiyangni o'sha bunaqa videolar yaxshi chiqmayapti, sen g'alati bo'lib qolgansan videoda" deyishdi. Shunda oldin gapirishayotgan paytda qo'yib yubordim. Videoni yaxshi bo'lib ketdi. Odamlarga boshqacha yoqdi videolarim. Ya'niki tabiiy, qanday bo'lsam shundoqligimcha chiqyapman, hech narsadan uyalmayapman. Odamlarga qiziq bo'ldi rostdan ham, nimaga bu dumaloq videochada kontent qilyapti. Shundan keyin podpishchilarim ko'payib ketdi. Sizga birinchi mashhurlik keltirgan videoni eslaysizmi? Конечно. O'sha birinchi qo'ygan dumaloq videocham, adashmasam 2,5 million prosmotr qilgan 2 kun yoki 3 kunda. Endi ahli birodarlar, men sizlar bilan bitta narsa haqida gaplashmoqchiman-da. Instagramda короче video ko'raman-da. Odamlar meni o'ylagan, bu qiz ichib olgan yoki chakib olgan, bu nimadirda deganda, men o'zi shunaqa kechqurun soat 11 da uyqum kelmaganidan Telegram kanalimda o'sha paytda 30 ta, 31 ta odamlar bor edi. Ular ham men tanishlarim majburlab tiqib qo'yganman kanalimga, o'tiringlar shu yerda qiz bo'ladi deb. Malayziyadan kelgan paytimda kechqurun soat 11 uyqum kelmayapti. Qani reels ko'rib o'tiribman Instagramda. Bitta video chiqib qoldi, o'shanga o'zimning fikrimni Telegramda hajab istoriyada emas edimda. Telegramda aytdim. Ikkita dona aktivniy podpishkim bor edi, shu videolarimga javob qaytarib o'tiradigan. Ularga tashladim. Keyin qiziq bo'lib ketdi. Unda o'tirib, ahli mo'min musulmonlar, men bitta narsani tushunmayman-da, nimaga mamnaqa deb gapirib berdim. O'shandan keyin o'zim ham kulishni boshladim. O'zim olayotgan videolarimga qarasam, odamlar ham уже kulyapti. Dadam, shunaqa kulgili odam bordi. Sizlar shuncha payt o'tkazib yordinglar, hayotingiz zerkarli bo'lib ketdi dedim-da. Shundan keyin dalshani videolarni tashlab, podpishchilar yig'dim. Men uchyapman, men osmondaman. Voy, 2,5 million, 3 million odam. Menga odamlar podpiska tashlayapti. Shunaqa qiziqmanmi men ularga deyapman-da. Kundan kunga menda qiziqish ortib ketyapti. Yana ham shu dumaloq videochalar olishi, o'zimni jamiyatda bo'layotgan narsalarga fikrimni aytyapman. U narsani yana ham to'liq aytmayapman-da. Qo'shtirnoq ichida yumor orqali yetkazib beraman. Odamlar shu narsani tushunishyapti, odamlar meni qo'llab-quvvatlashdi. Shundan keyin podpiska tashlab, kuzatishni boshlashdi. Menda ham shu podpiska sekin ko'payishni boshladi. Men juda ham xursand bo'ldim bu narsadan. Haqiqiy mashhurlikni birinchi marta qachon his qildingiz? Shu o'tgan yil bo'lsa kerak, shu dumaloq videochalarim aktivniy bo'lib, har kun chiqayotgan paytda odamlar tanirdi, lekin odamlar
kelib voy siz bu qizmisiz demasdi, man уже qarashlaridan sezardim. Shu oxirgi paytlarda ko'p sezonman, уже bemalolroq bo'ldim, уже o'zim ham o'rgandim bu narsaga. Odamlar tanisa ham indamasligi bu normalligi man endi oxiri tushunib yetdim, то что bu norma. Sen tanisa, sen обязательно olding kelib voy bu sizmisiz, rasmga tushsa maylimi deyishga hech kim majbur emas. Qachon his qildim? O'tgan yil his qildim. Ko'p bolalar ham kelishdi oldimga. Bitta o'sha gapingizdan aytib bering, ahli birodarlar deb bering, rasmlarga tushinglar, o'rtoqlarimga обращение qilib bering, dumaloq videochilarda, bir narsalar deyishadi. Bir-ikki marta hop dedim, keyin qarasam, sal neudobniy уже holatga tushib qolganman o'zim ham. To'g'risi, birinchi kelgan odamga mamnun qilib, kerak bo'lsa tanimagan odamga ham dumaloqcha tashlash men uchun уже qanaqadir g'alati bo'ldi. Keyin oxirgi paytlar уже to'g'ri tushuntirishni boshladim. Uzr, men tushib bera olmayman, pulini to'laylar. Birinchi ko'rayotgan odamlarim bilan ham distansiya subordinatsiya ushlashga harakat qilaman, chunki baribir har xil odam bor. Meni hamma har xil tushunishi mumkin. O'shaning uchun xayolidan voy bu anaqayu bo'lib qolib ketishni xohlamayman. Yaxshi fikrda qolishni xohlayman har doim. Kimdir meni yaxshi ko'rsa bemalol voy deb salomlashib ketaman, agar kim tanimasa indamay turaveraman. Birinchi muvaffaqiyatdan so'ng yulduzlik kasalini his qilganmisiz? Yo'q. Qani muvaffaqiyat? Qaysi muvaffaqiyat? Yulduzlik kasali menda hech qachon bo'lmadi deb o'ylayman. Bilmadim, odamlarga balki qayerdadir nimadir qilib qo'ygandirman. Meni tanigan, bilgan odamlar yo'q, sen men bilan rasmga tushmading yoki qaramading menga degan narsa bo'lishi mumkin, lekin men hali o'zim his qilmadim. Hali o'zim aybdordek his qilish anaqam yo'q. Unaqa chuvstvo yo'q menda. Endi bolalar ani kuni parkda yurgan paytimizda ot uchasizmi dedi. Men aytdim, ot uchmayman dedim. Biz rasmga tushaylik dedim. Aytdim, tushing dedim. Yo'q, men emas, o'rtog'im tushmoqchi ekan dedi. Unaqa narsaga, конечно, yo'q deyman. Men nima? Tushasizlarmi? Men bilan rasmga kelinglar, ertaga yulduzlik kasalga uchrabdi degan gap qilmanglar menga deyman-ku. O'shaning uchun bunaqa o'yin qaror gapirib bo'ladigan bo'lsa, dal shu yo'lni davom etaveraman, ahamiyat bermayman. Atak yulduzlik kasali yo'q. Ikkisimdan bering. Heytlarga qanday qaraysiz? Heytlarga vashi yaxshi, pozitiv. Ahamiyat bermaslikka harakat qilaman, chunki уже boshidan men ahamiyat bermaganman. Boshidan o'zimni tayyor qilib kelganman, что baribir heyt bo'ladi. Sen olmassan, oydan tushgan farishtamassan. Heyt baribir ham bo'ladi. Sen yaxshimisan, yomonmisan, yaxshi kontent olyapsanmi yoki yomonmi? Baribir seni yoqtirmaydigan odamlar bo'ladi. O'sha narsaga tayyor bo'lganman. Boshidan e'tibor bermasdim. Video qo'yardim, bo'ldi, chiqib ketardim Instagramdan. 50 dalcha reels ko'rib o'tiraverardim. Bu yerda o'zi prosmotrlar yig'ib, kommentariyalar yozib o'tirishardi. Kimdir meni obsirать qilmoqchi bo'lsa kommentariyada yoki sen usan, busan deydigan bo'lsa, просто kulib javob qaytaraman. Bunaqa holatlar, vaziyatlar ko'p bo'lgan. Что heyterlarning gapiga просто kulib qo'yganman yoki dal shu o'zining gapini o'ziga yedirib olganman. Ilk gonoraringizni eslaysizmi va u qancha edi? Birinchi postimni sotganman $200 ga. O'shanda ozgina qiynalganman, chunki menda u payt menejer bo'lmagan, akkauntimga ham o'zim qarardim, postlarimni ham, то есть hamma narsani o'zim o'ylab topardim. Reklama sotib olmoqchi bo'lishganda yozishgan, javob qaytarganman. Agarda ideya o'zingizlardan bo'ladigan bo'lsa, mana buncha summa, ideya mendan bo'ladigan bo'lsa, buncha summa deganman. Ular biz o'zimizga ideya o'ylab topamiz, shuni kelib olib bersiz bo'ldi deyishgan. Xo'p deganman. $200 ga bitta postimni sotganman. Xursand bo'lganman. $50 videografga berganman, $150 o'zimda qolgan. Videolaringiz har doim bittada o'xshab chiqadimi yoki sahnalashtirilgan bo'ladimi? Yo'q, hammasi tasodifan bo'ladi. Gaplarim ham o'zidan o'zi keladi. Agarda men videolarimni har doim idealniy chiqsin deb harakat qilganimda, balki bunaqa ko'p yemasdi videolarim. Bunaqa ko'p udashli chiqib qolmasdi. Просто kamerani yoqaman, o'zim kelgan gap gapiraman, qarasam kulgili chiqadi, odamlarga yoqadi. Shu narsani keyin Instagramga qo'yganimdan keyin odamlar yaxshi qabul qilishadi. То есть bittada gapiraman. Hamma gaplarim. Agar bitta dumaloqchaga sig'maydigan bo'lsa, ikkinchi dumaloqchamni olib yana tashlayman, ulab Instagramga joylashtiraman. Atak, harakat qilaman bittada gapirib olishga. Chunki o'sha ikkinchi marta gapirsam, men уже charchab qolaman, gaplarim ham esimdan chiqib ketadi, emotsiyalarim, xarizma hammasi esimdan chiqib ketadi. Lutchi bittada zo'r qilib olaman. Improvizatsiya hammasi. Kameraga qarab, mana qilib o'ynashlarim balki kerak emasdi deyman-da. Mayli deb qo'yib yuborganimda odamlarga nabarat o'sha narsa yoqib ketadi. O'nta zo'r o'ynayapsiz, o'nta zo'r gapiribsiz. Emotsiyalarim mana kulguni ham, yig'lashni ham bitta videoga tiqib qo'yaman-da. Keyin qarayman, blin, sal cringeroq bo'lib qoldi. Ладно, qo'yib ko'raychi, nima qo'yganimdan keyin eng udachli, eng zo'r video prosmotrlar yig'gan o'shanaqa bo'ladi. O'rganib qoldim-da. Har doim menda 100 mingta, 1 million prosmotrlar turganda qanaqadir 100 ming, 60 ming kerak emas bunaqa videolar. Arxivga tiqamiz. Arxivga tiqib tashlagan videolarim bor. Qarasam, rostdan yemagan videolar bo'lgan ekanda, lutchi olib tashlaganman. Instagram yo'q bo'lib qolsa, nima bilan shug'ullanardingiz? Instagram yo'q bo'lsa, o'zi ish qilish kerak, ishlash kerak. Instagram yo'q bo'lib ketsa, men o'zim ishimni qilaman. Master, kiprik ekardim, soch ekardim. Shu salon bilan nimadir bog'lab, balki doktorlik qilardim. Chunki o'zim ham qiziqaman oxirgi paytda Vinchestra bo'lishga.
хотя бы ukol qilishga, kapelnitsa qo'yishga shu narsaga qiziqyapman. Olimam yaxshi ko'rildi. Meni doktor bo'lishim har doim xohlaganlar, lekin men bo'lmaganman. Hozirgacha metali medistraliga o'qib oldim. Hozir уже mayli xo'p, meni qo'limdan keladi, chunki men qondan qo'rqmayman. Oyimga ham o'zim 1-2 marta ukol qilib qo'yganman. Instagram yopib ketsa yoki hamshiralik qilaman yoki salonda ishlayman. Boshqa narsa qo'limdan kelmaydi. Agarda Yulduz Usmonova bilan uchrashish imkoniga ega bo'lsangiz, nima haqida gaplashgan bo'lardingiz? Bu narsa har doim men o'zimga ham qiziq bo'lgan. Bilmadim. Men o'ylaymanki, men sizga o'xshatishadi desam, balki hayron bo'lmasa, chunki Yulduz Usmonovaning mendan tashqari balki ko'p qiyofadoshlari bordir. Balki ular shu yoshga kirib o'rganib ketishgandir. Sen birinchisi emassan, menga o'xshagan odam. Sendek odamlar ko'p. Balki unaqa hayron qolmasdi. Lekin agar ko'rishib qoladigan bo'lsak, maslahatli so'rashdim. Babi ko'p ko'rgan odam, hayotda har xil yo'llarni yurib ko'rgan odam, o'zim uchun to'g'ri yo'l so'radim. Lekin juda ham qiziq shu Yulduz Usmonova bilan ko'rishib qolish. Xudo xolasa konsertlariga bilet olib, onamni olib tushishni niyatim bor. Konsertdan oldin agar ular bilan tanishib oladigan bo'lsam, agar shu narsaga kelishsak, zo'r bo'lardi konsertga chiqib ashula aytish. Chunki men o'zim ham yaxshi ko'raman ashula aytishni. Ovozim bor, ozgina ishlov berish kerak ovozimga. O'zbek novellalari kontentingizni yaratishga ilhom beradimi? Конечно. Конечно. O'zbek novellalari hozir juda ham cringe pikiga chiqqan. Bu narsani ko'rish birinchidan odam ensasini qotiradi, ikkinchidan qo'yilayotgan ssenariylar juda ham past, ustida ishlashmagan, dabu bo'laveradi odamlarga deb qo'yib tashlashgan narsa. Farqi yo'qdek qarashyapti har bitta odamga. Ko'raverishadi va prosmotr yig'yapti-yu, nima bo'lsa ham beraveringlar degandek, farqi yo'qdek qarashyapti-da. Bu narsani odam prekrasno tushunadi, aqli yetadi, IQsi, intellekti yetadi, что bu hayotda bunaqa emas. Balki bordir kimlardir hayotida, lekin har bitta narsaga kelinni aybdor qilish, har bitta narsaga qaynona aybdor, qaynota aybdor bo'lishi juda ham уже bachkanalashib ketgan, уже bo'ldi. Yetadi, dorgisi keladi odamlar. Erkak kishini har doim uyda o'zini o'rni bo'lishi kerak. Вообще hayotda ham, kinoda ham, serialda ham nima olishayotgan bo'lsa ham, baribir erkak kishi bu как личность. Xotinini yelkadoshi. Shu narsani ko'rsatib berish kerak odamlar bizga. Qanaqadir latani rolni emas. Voy, adam endi shunaqa dedilar-da, mayli rozi bo'lib qo'yir degan narsa emas-da. Yo'q, sen erkak kishisan. Sen bu qizni uyingga, senga ishonib keldi o'zini uyini tashab. Sen nima qilyapsan uyda? Bun tarafini olish o'rniga ademlar qo'shilish yoki yomonlab o'tiribsan, yoki oyingga qo'shilishi bunga kun bermayapsan, yoki bir piyola choy bermayapsan. Xuddi shunaqa narsa. Hatto bu sal realniroq qilib olsa bo'ladi, lekin bunchalik bachkanalashtirib tashlash menimcha уже cringe. Конечно, kontentimga novellalarni ilhom beradi menga. Kontentimni yaratishimga. Instagramga hech qachon nima joylashtirmagan bo'lardingiz? Qimorlarning reklamasini, yalang'och kiyimimni. Shu kiyimsiz tushgan rasmlarni qo'ymasdim. Shu qanaqadir uyimdagi muammolarni yoki ko'chadagi muammolarni, o'zimning muammolarimni iloji boricha kamroq ko'rsatishga harakat qilaman, chunki hozir hayotda hammani o'zining muammosi o'ziga yetib turibdi. Meni muammoyimni kimdirgadir eshitish juda ham qiziq deb o'ylamayman, chunki oxirgi paytlarda bu juda ham trendga, hype'ga chiqib ketdi. Ba'zi bir blogerlarni uyi yonib ketdi. O'shaning uchun menimcha hammaning muammosi o'ziga yetib turibdi hozir. Yashash ham oson bo'lmayapti. Shuning uchun kamroq ko'rsatishga, muammolarni kamroq aytishga, odamlarning ko'proq kayfiyatini ko'tarishga harakat qilaman. Ukarda уже o'tdi ham. Iltimos menga yordam beringlar, biriksin beringlar. Tilamchi xona emas bu Instagram. Unaqa narsalarni yoqtirmayman o'zim ham. O'tkazib yuboraman даже. Direktimga yozishadi, "Bolamni tashxislarini qo'yib bering, istoriyangizga yordam bering." Yo'q, уже bunaqa narsa ham o'tib ketdi. Instagramda o'tirib olib hammadan pul yig'ish. Bu narsalarni ham qo'ymayman. Ikkita odam o'zi qiyin yashayapti. Tenglashtirmaylik Instagramda. Hammanglar dardinglarni olib chiqib. Yaxshi, qiziq, kulgili gaplardan gapirsanglar-da, u qiziq. Umrbod eslab qoladigan uchrashuvingiz haqida gapirib bering. Отказ qilamiz, даже svedaniyaga ham e'tibor bermaydi. Sovchilar keladi. Hali xan deganimiz bo'lmadi. Shu kelishganning o'zidan yoki surishtirishganning o'zidan yo'q degan javob beryapman men o'zim, chunki hali erga tegish niyatim yo'q. Hali oila qurishga tayyor emasman deb o'zimni his qilaman. Вообще o'zim hali bolaman. Noto'g'ri odam tanlab qo'yishdan qo'rqaman. Balki meni odam emasdir, balki meni auramga to'g'ri kelmas bu odam deyman-da. Maksimalni to'g'ri odamni tanlash kerak. Hozirda munosabatdamisiz va agar bo'lmasa, partnyorni tanlashda nimalarga e'tibor berasiz? Hozirda munosabatda edik. Ko'p urushdik, ajrashdik. Lekin ancha vaqt o'tganda, o'zimni odamim deb tanladim bu insonni, lekin qanaqadir vaqt o'tgandan keyin hamma bir-birini biladi. Xarakterimiz ozgina to'g'ri kelmas. Odam tanlashda men ko'proq xarakteriga, odamiyligiga, shedristligiga qarayman. Qanchalik odam boshqalarga yordam beradi, misol uchun ko'chadagilarga. Men juda ham o'zi tabiatdan mehribon bo'lganim uchun
mushularga, kuchuklarga, manda tishlab oladigan bo'lsam, mayli kuchukga ham, mushuga ham ovqatdan berib ketaveraman. Lo'lichalarga, masalan, bolachalarga pul beraman. Mana shu narsaga qarayman, qanchalik odam qo'li ochiq, saxiymi, mani hazillarimni qanchalik ko'tara oladi, mani xarakterimni qanchalik ko'tara oladi. Shu narsaga e'tibor beraman, chunki baribir odam bir-birini xarakterini tushunsa, qanday bo'lsa shundayligicha qabul qiladigan bo'lsa, o'shanda menimcha yaxshi bir-biri bilan partnyor bo'la oladi. Agarda hamma gordiy bo'lsa отношенияda, bu отношения uzoqqa bormaydi, chunki hamma har doim гордостьni tanlab ketadi. Bundan oldingi отношенияларni ham, misol uchun, tipa g'ururli, ayb o'tsa ham kechirim so'rashni bilmaydigan, xafa qilib qo'ysa ham kelib biroz ko'nglimni olishni bilmaydigan insonlar bilan bo'lganim uchun bunaqa insonni tanlamaslikka harakat qilaman hozir. Chunki men уже zerkarli bunaqa отношения. Har doim siz aybdor bo'lsangiz, u odam har doim o'zidan jертвani yoqlasa, siz aybdor qilib qoladigan bo'lsa, u уже abuzer bo'ladi. Uch bunaqa odam tanlash kerak emas. Uzr so'rashni bilaman, odamlar bilan tez til topishib keta olaman, ko'ngilni ham ola olaman bemalol, lekin уже odam bu narsani har doim doimiy o'tkazib yorsa, har doim erkatoyligini, sinchka korzinchka bo'ladigan bo'lsa, unaqa odamlar menga to'g'ri kelmaydi. Lutchi dальше sinchka korzinchka bo'lib yurgani yaxshi oyisi bilan. O'zingizni 5 yildan keyin qayerda ko'rasiz va o'zingizga nima degan bo'lardingiz? 5 yildan keyin 25 yosh bo'laman. Bilmadim, balki erga tegib ketgan bo'lamanmi, или tegmagan bo'lamanmi? Agarda hayotda главныйsi bu erga tegib bola chaqa ko'rish emas deb hisoblaydigan bo'lsak, men shunaqa hisoblayman. Bu главный цель emas men uchun hayotda erga tegib bolali bo'lish. Lekin agar 5 yildan keyin men o'zim uyim bo'lishini xohlayman, o'zimni pulimga hech qanaqa ota-onamning yordamisiz, o'zimni uy-joylarim, mashinalarim, hamma xohlaganda shu любой o'zbek xohlaydigan orzular, uyi bo'lishi, mashinasi bo'lishi va ko'proq sayohat qilishni xohlayman. Ko'proq o'zimga, ko'proq chet elga pul sarflashni, sayohatga pul tikishni xohlardim, lekin agar 5 yildan keyin o'zimga nima deydigan bo'lardim bilmadim. Dальше davom et, o'zing yaxshi ko'rgan hayotingda yashashda, hech kimni eshitma, sen eng zo'risan, sen korolyevasan, senga yetadigan yo'q. Kim uchundir o'zingni sindirib qo'ymasligingni so'rab qolardim. Chunki har doim o'zi shunday bo'lishini xohlayman. Hozir odam hayotimga kirib kelsa, u meni просто takani tez sindirib qo'yishi mumkin-da. Men tez o'zimni tiklab olishim mumkin, lekin shu narsani постоянно bo'lib qolishini xohlamayman. Har doim shunaqa pozitivniy, energichniy, xarizmatichniy, hammani kayfiyatini ko'tarib yuradigan odam bo'lishni xohlayman. 5 yildan keyin o'zimga shunaqa degan bo'lardim. Oxirgi paytlarda juda ham ko'payib ketdi tilamchi odamlar, ya'ni hammani sharoiti har xil. Bu narsani ham to'g'ri tushunishga harakat qilaman, lekin o'zimda shu narsani sezdim, juda ham qahrim qattiqlashib ketayotganini, menga o'sha farqi yo'q deydigan darajaga kelib qolmanda, navbat bu narsani kamaytirib, yordam beradiganlarga seni qo'lingdan yordam kelish imkoniyati bo'lsa, yordam ber. Puling bormi? Agarda sen shu pulsiz och qolmayotgan bo'lsang, balki qaysidir insonni ro'zg'orini tebratishga yordam ber. Shu narsalar bo'yicha qo'limdan kelgancha hammaga yordam berishga, hammani holatini tushunishga harakat qilaman. 5 yildan keyin ham shunday bo'lib qolishni xohlayman. Chunki men o'zim taniganimdan beri hali unaqa katta o'zgarmadim. Qanday bo'lsam shunaqaman hali ham. Yoshligimda ham shunaqa edim, hali ham shunaqaman. 5 yildan keyin agar qaysidir bola kirib olib hayotimga meni psixikam buzmasa, meni o'zgartirib o'ldirib qo'ymasa, shunday bo'lib qolaman. Auditoriyangizga nima degan bo'lardingiz? Auditoriyamga hammaga kattakon rahmat. Meni shuncha payt qo'llab-quvvatladinglar. Dальше больше qo'llab-quvvatlanglar. Meni yaxshi ko'ringlar har doim. Men подписчикlarga bee'tiborsiz qolmayman. Обязательно har doim e'tibor beraman. Подписчикlar uchun, подписчикlarning hurmati, chunki har bitta dona odamga ham o'sha meni kirib ko'rishga vaqti ketgan, подписка tashlagan, e'tibor qaratib, meni kuzatishyapti-da. Men ularga sen men uchun bir tiyinsan degan muomala qila olmayman. То есть ular men uchun важный, ular men uchun то есть kerak. Ular meni yaxshi ko'rishyapti. Yomon ham ko'rishyapti eng qizig'i. Haterlar ham подписка tashladi, ну ладно, зато internetga ketyapti, ko'rishursin. Sizlar menga bir tiyinglar, xohlasanglar ko'ringlar, xohlasanglar ko'rmanglar degan muomala qilmadim hali подписчикlarga nisbatan. И подписывайтесь. Negativ ham yozuringlar. Men vaqt e'tibor bermayman, ko'rib turganinglar deb turayman. Asablarim joy-joyida magnitchimasam ham, lekin nimagadir magnitchadi deb o'ylashadi meni. Asablarim yaxshi, подписчиklarimni yaxshi ko'raman. Подписчиklarim inogda adekvatniyslar, inogda yo'q, lekin adekvatniylariga gap yo'q. Ahli birodarlar, sizlar bilan bugun story time'da ayam go'sha bo'ldi.